Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar. Mana biz yangi obyektimizda ishimizni boshlab olganmiz. Xudo xohlasa hozir ko'rsatamiz, obzor qilamiz. Mana bu yerda kollektorning uzil mavjud. Bu kollektorimiz 14 talik to'pli polga mo'ljallangan. Podachani bu yerdan kirgizib, obratkani orqasidan chiqarib yuborganmiz. Albatta, vozdux otochiklari bilan birga montaj qilganmiz. Xudo xohlasa, nimaga bu sistemada montaj qilingan? Mana bu konturimiz ko'pligini hisobga olganda, podacha bu yerdan kelishida birinchi vetka bo'lsa, bu esa obratga chiqib ketishda mana oxirgisi birinchi vetka bo'ladi. Tortish esa podachani oxirgisi birinchi vetka hisoblanadi. Podachani boshi oxirgi vetka hisoblanadi. Xudo xolasa mana shunda kelgan suv inshaalloh teng taqsimlanadi degan umiddamiz va bu narsa albatta ispitaniyadan o'tgan. Endi esa bu yerda otopleniyamiz mavjud. Bizda 6 ta radiator bor. Birinchi etajda 4 ta radiator, 2 ta sanuzilda esa sushilka mavjud. Bu yerda esa dushvoylarimizga alohida konturda issiq suv, resirkulyatsiya va sovuq suv ham mavjud. Bizni kuzatib boring, xudo xolasa yangiliklar oldinda.